Qishlarda damlarni olyapsizlarmi? Bugun sizlarga piyoz ekish va parvarishlash va hosilni oshirishning sirlarini aytib beramiz. Bollarim ko'rib bo'lib, fikringni kommentariyaga yoz. Ha, aytmoqchi, like-midi adashmasam shunaqa. Keyin podpiskani ham bos. Assalomu alaykum, aziz dehqonlar. Bugun sizlar bilan piyoz ekish va parvarishlashni to'liq bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz. Ko'pchilikda muammo bir xil. Piyoz mayda chiqadi, tez chiriydi yoki yaxshi saqlanmaydi. Bu videoda esa siz yer tanlashdan tortib, o'g'itlash, sug'orish, kasallik va zararkunandalargacha hammasini tushunib olasiz. Piyoz uchun to'g'ri yer tanlash. Piyozning hosili 30-40% yer tanlashga bog'liq. Eng yaxshi sharoit: quyoshli joy, kuniga 8 soat va undan ko'p, tuproq, yengil qumoq yoki qumloq, suv turib qolmaydigan joy. Xato joylar quyidagilar va aslo tanlamang. Past balandlikdagi botqoqlashadigan yer, og'ir loy tuproq, ildiz bo'g'iladi. Muhim, piyoz ildizi sayoz, shuning uchun tuproq havodor bo'lishi shart. Almashlab ekish. Piyozni bir joyga ketma-ket ekish kasallik va zararkunanda ko'paytiradi. Eng yaxshi oldingi ekinlar: pomidor, bodring, karam, dukkaklilar, novxat, loviya, kartoshka. Piyozdan keyin yana piyoz. Sarimsoqdan keyin piyoz ekish tavsiya etilmaydi. Hosildorlikka ta'sir etadi. Ideal almashlab ekish. Piyozni o'sha joyga qayta ekish 3-4 yildan keyin. Piyoz ekishga tuproqni tayyorlash. Piyoz uchun yer tayyor bo'lmasa, keyin qancha o'g'it bersangiz ham foydasi kam bo'ladi. Qilinadigan ishlar: yer 20-25 cm chuqurlikda haydaladi. Tuproq maydalab tekislanadi. Begona o't ildizlari tozalanadi. O'g'itlardan organik modda, chirigan gong yoki kompost 3-4 tonna 1 gektar maydonga solinadi. Yangi gong bermang, kasallik, pashsha va chirish ko'payadi. Mineral o'g'itlardan ekishdan oldin solsangiz maqsadga muvofiq. Superfosfat 150 kg 1 gektar maydonga solinadi. Kalislor 80-120 kg 1 gektar maydonga solinadi. Fosfor ildizni kuchaytiradi. Kaliy esa piyoz boshini yirik qiladi va saqlanishini yaxshilaydi. Qanday ekamiz? Sevok, urug', ko'chat. Piyoz ekish 3 xil bo'ladi: sevok, piyozcha, urug', chernushka va ko'chat. Sevok eng oson va tez, ko'pchilik suni qiladi. Urug' arzon, lekin vaqt ko'p ketadi. Ko'chat yirik hosil beradi, ammo mehnat talab. Sevokni to'g'ri ekish qoidalari. Sevokni to'g'ri ekish katta piyozning birinchi raqamli siri. Sevokni tanlash: sog'lom, quruq, chirimagan. Juda katta sevok erta gulga chiqib ketishi mumkin. Ekish chuqurligi 3-4 cm. Qo'tor aralig'i 25-30 cm. O'simlik aralig'i 8-10 cm bo'lsin. Chuqur ekilsa piyoz mayda bo'ladi. Juda sayoz ekilsa qurib qolishi mumkin. Ekilgandan keyin yengil sug'orish qilinadi. Sug'orish rejasi. Piyoz suvni yaxshi ko'radi, lekin ortiqcha suv uni chiritadi. To'g'ri sug'orish. Dastlab 7-10 kunda bir marta. Piyoz bosh bog'lay boshlaganda muntazam, namlik barqaror bo'lsin. Hosil yig'imidan 20-25 kun oldin sug'orishni to'xtating. Sug'orishni vaqtida to'xtatmasangiz, piyoz yumshoq bo'ladi, saqlashda chiriydi. O'g'itlash. Qachon va qancha? Piyozda eng ko'p xato azotni ko'p berish. Azot bargni ko'paytiradi, lekin boshni yirik qilmaydi. Birinchi oziqlantirish 10-14 kun bo'lganda. Karbamid 30-40 kg 1 gektar maydonga karbamid berishdan maqsad bargni kuchaytirish. Ikkinchi oziqlantirish piyoz bosh ola boshlaganda. Fosfor va kaliy yoki NPK yoki kaliyli o'g'itlar berilishi lozim. Uchinchi oziqlantirish bu ixtiyoriy va ekinning holatiga qarab. Gumin o'g'it 2-3 litr gektarga barglari orqali. Maqsad ildiz stressga chidamli bo'lishi uchun. Kech bosqichda azot bermang, piyozni saqlash qiyin bo'lib qoladi. Parvarish, yumshatish, begona o'tlar. Piyoz ildizi sayoz bo'lgani uchun tuproq qatib qolsa o'sish sekinlashadi. Har sug'orishdan keyin tuproqni yengil yumshating. Begona o'tni vaqtida tozalang, sababi begona o'tlar ozuqani tortib oladi. Hosilni 20-30% pasaytiradi. Kasallik va zararkunandalar. Piyozning eng katta dushmanlari piyoz pashshasi, trips va peronosporoz. Piyoz pashshasi belgilari: barg sarg'ayadi, o'sish to'xtaydi, ildiz atrofida qurt paydo bo'ladi. Keyingisi trips. Bargida kumush dog'lar paydo bo'ladi, barg quruqlashadi. Peronosporoz yamug'ir belgilari: bargida kulrang dog'lar, keyin chirish. Oldini olish usullari: siva barot, almashlab ekish, ortiqcha namlik bermaslik, zarurat bo'lsa kimyoviy himoya ishlovi qilish zarur. Hosilni qachon yig'amiz va qanday saqlaymiz? Piyoz yaxshi saqlansin desangiz, yig'im va quritish juda muhim. Yig'imda tayyorlik belgisi: barglar yotib qoladi, bo'yni yupqalashadi. To'g'ri saqlash qoidalari: 7-10 kun soyada quritish, quruq, shamollatiladigan ombor.
Nam joyda piyoz tez chiriydi. Xulasa, piyoz uchun 7 ta oltin qoida. 1. Tuproqni oldindan tayyorlang. Sevokni 4 sm chuqurlikda eking. Sug'orishni me'yorida qiling. Azotni faqat boshida bering. Fosfor kaliga e'tibor bering. Kasallik va zararkunandani vaqtida nazorat qiling. Quyoshli yer tanlang. Bu Agromaslahat Global. Obuna bo'ling, savollaringizni izohda qoldiring.